Assalomu alaykum barchaga. Do'stlar, juda ham ko'pchilikdan savol kelib tushayotganda, shu Rossiyaga ota-onamni chaqirsam Amina ilovasidan ro'yxatdan o'tish kerakmi yoki yo'qmi? Kelsa bir 2 haftaga yoki bir 3 haftaga kelib ketishadi. Nima qilsa bo'ladi degan savollar yoki kimdir ayolimni chaqiraman yoki kimdir farzandimni chaqiraman. Shularga Amina ilovasini o'rnatishimiz shartmi, yo'qmi degan savollar juda ko'p tushayotganda. Do'stlar, agar shunaqa vaziyat bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqa Amina o'rnatishinglar shart emas. Ular uchun shu go'slugadan ro'yxatdan o'tkazib qo'yasizlar, bo'ldi. Agar ishlash maqsadida kelayotgan bo'lsanglar, albatta Amina prilojeniyasini o'rnatib, bundan ro'yxatdan o'tishinglar shart bo'ladi. Bu videoni kimdir ota-onasini Rossiyaga chaqirmoqchi yoki oilasini chaqirmoqchi, mehmonga yana qaytarib yubormoqchi bo'layotganlarga albatta jo'natib qo'ying. Bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni unutmang.